Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruzamiz yurak tug'ma nuqsonlariga bag'ishlanadi. Yurak tug'ma nuqsonlari nima? Yurak tug'ma nuqsonlari bu yurak va magistral qon tomirlarini rivojlanishidagi tug'ma anomaliyalar hisoblanadi. Ular qachon rivojlanadi? Yurak tug'ma nuqsonlari embrionning 2-8 haftalarida yurakni, ya'ni yurak qobiqlarini, qon tomirlarini rivojlanayotgan paytida unga patologik jarayonni ta'siri tufayli rivojlanishi mumkin. Eng ko'p etiologik omillar, ya'ni yurakka bunday nuqsoniga sabab bo'luvchi omillar bu infeksiyalar hisoblanadi. Ya'ni bular viruslar bo'lishi mumkin, gripp viruslari, paragripp, qizamiq, qizilcha, suvchechak, parotit viruslari, infeksiyalar, bakteriyalar, parazitlar sabab bo'lishi mumkin, to'rchi infeksiyalar bo'lishi mumkin. Bu ona qabul qilayotgan dori vositalari bo'lishi mumkin, kasb zararliklari bo'lishi mumkin, irsiy moyillik bo'lishi mumkin, ya'ni genetik omillar, agar ota-onasida, yaqin qarindoshlarida genetik o'sha yurak va qon tomir kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, albatta genetik bolada ham bunday holat yuzaga kelishi mumkin. Ota-onaning yoshi, ya'ni onaning 35 yoshdan katta bo'lishi yoki ota-ona 45 yoshdan katta bo'lishi mumkin. Keyin qarindoshlar orasidagi nikoh ko'pincha yurak tug'ma nuqsonlari bilan bolalarning tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, demak, zararli odatlar, alkogolizm, narkomaniya, passiv chekish ham bular qatoriga kiradi. Demak, yurak tug'ma nuqsonlarini kechish bosqichlariga ko'rib chiqishimiz kerak. Albatta, bu birlamchi adaptatsiya bosqichi bo'lishi mumkin, nisbiy kompensatsiya bosqichi va terminal bosqichi bo'lishi mumkin. Ularni nimaga bilishimiz kerak? Demak, birlamchi adaptatsiya bosqichida gemodinamikaning buzilishiga moslashish davri bo'ladi. Demak, bu paytda bolada klinik belgilar biroz namoyon bo'lishi mumkin. Nisbiy kompensatsiya bosqichida gemodinamika yurakdagi bo'lgan nuqsonlarga albatta moslashadi va klinik belgilar biroz chekinadi. Shu sababli ota-onalar bu bosqichni ko'pincha o'tkazib yuboradi. Terminal bosqichda, ya'ni dekompensatsiya bosqichida gemodinamik o'zgarishlar, ya'ni